Xo'sh, assalomu alaykum. Barchaga bugun demak farmakologiyaga kirish darsi bo'ladi. Farmakologiyaning birinchi bobi hisoblangan resepturaga kirish qilamiz. Hop. Resepturada biz nimalarni o'rganamiz? Resepturada dastlab retseptning tuzilishi haqida va retseptdagi ba'zi terminlar va qoidalar va dori va dozalar haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Demak, birinchi rejamiz retseptni tuzilishi haqida bo'ladi. Xo'p. Siz retseptni bilasiz. Ko'rgan bo'lishingiz kerak. Shifoxonalarda vrachlar tomonidan yoziladi. Siz odatiy holatda oq qog'ozda yozilgan yoki kulrang qog'ozda yozilgan retseptni ko'rgansiz va shunga ko'ra retseptlar odatiy dorilarga yoziladigan va narkotik yoki giyohvandlik dorilarga yoziladigan retseptga bo'linar ekan. Retsept ikki xil bo'lar ekan. Odatiy dorilarga yoziladigan retsept ham demak ko'rib turibmiz, mana ikkiga bo'linyapti. Ya'ni bu to'la narxiga va bepul deyapti. Bu nima degani? To'la narxiga degani bemor retseptga yozilgan dorini o'z kissasidan, ya'ni o'zi to'lab oladi aptekaga borib. Bepul degani bu bemor kasalxonada yotgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir sabablarga ko'ra vrach tomonidan bepul retsept yozib beriladi. Ya'ni buni shifoxona tomonidan beriladi bu dorilar odatda aptekalar tomonidan, ya'ni dorixonalarda berilmaydi. Xo'p. Keyingisi bu narkotik dorilar. Bular turi yo'q, bir xil bo'ladi faqat. Lekin odatiy dori bilan giyohvandlik dorilarda ranglari ham farqlanadi, qog'oz ranglar. Misol uchun odatiy dorilarga rangni farqi yo'q, qanaqa rangda bo'lsa ham yozilaveradi. Oq qog'ozgami, kulrang qog'ozgami, sarg'ish qog'ozgami yozilaveradi. Giyohvandlik dorilarga esa faqatgina pushti rangdagi retseptga yoziladi. Hozirda biz keyingi rejada retsept tuzilishini ko'rib o'tamiz. Retsept bir necha qismdan iborat bo'ladi. Buni ko'pchilik adabiyotlar 9 ta deydi, ba'zi birlari 7 ta deydi. Biz sonini aytmaymiz, bir necha qismdan iborat deb qo'yamiz. Demak, barcha retseptlarda bilishimiz kerak, barcha retseptlarda doimo uning pasport qismi bo'ladi. Ya'ni pasport qismiga nimalar kiradi? Pasport qismiga retsept yuqori tomonda bo'ladigan muassasa manzili, muassasaning telefon raqami, muhri, qanaqa bemorga, yoshi kattami yoki bolagami u belgilanadi. Sana ko'rsatiladi, bemorning ism familiyasi, shifokorning ism familiyasi va agar bo'lsa kasallik tarixi, ya'ni yotib davolanayotgan bemor bo'lsa, unga kasallik tarixi ham raqami, ya'ni nomerumi ko'rsatiladi. Va retseptda keyingi bo'lishi kerak bo'lgan narsa bu RP so'zi. Mana bu retsipe degan so'zi qisqartmasi hisoblanadi. Mana shu so'zi bo'lishi kerak. Mana shu qo'shimcha pasport ma'lumotlaridan keyin, ya'ni kirish ma'lumotlaridan keyin, inskripsiyadan keyin RP qismi albatta bo'lishi kerak. RPdan keyin to'g'ri yozsangiz ham bo'ladi, tagidan dorilar ro'yxati keltiriladi. Bu designation materiarum deyiladi lotinchasiga. Dorilarni yozganingizdan keyin dorilarni agar yozayotganingizda turlari bo'ladi. Masalan, bazis bemorga asosiy ta'sir etuvchi dori, adjuvans, mana bu asosiyni kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi ta'sir etuvchi dori bo'ladi. Yoki
dorini yozib Corrigens, uni hidi yomon bo'lsa to'g'rilovchilar yoziladi, ostidan Corrigens yoziladi. Hid va ta'mni to'g'rilovchi. Yoki yozgan doringiz suyuq bo'lsa, unga shakl beruvchi, qotiruvchi konstituenslar qo'shiladi. Va siz bularni yozib bo'lganingizdan keyin albatta uni dorixona xodimiga murojaat, ya'ni DTD ko'rinishda soni ko'rsatiladi. Soni agar lozim bo'lsa, siz yozgan dorilar bir-biriga aralashtirish kerak bo'lsa yoki nimadir hosil qilish kerak bo'lsa, missifiyat so'zi ham ko'rsatiladi. Missifiyat, ya'ni MF qisqartma holatda ko'rsatilishi kerak. Bu aptekachiga murojaat. Va keyingi qismda signatura bemorga murojaat bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi dorilarni 3 mahal ovqatdan keyin, misol uchun shunaqa deb yozishingiz mumkin. Va retsepti 6-qismi ostida dorilarni yozib bo'lib, aptekachiga, bemorga narsalarni yozib bo'lganingizdan keyin oxirida imzongizni qo'yasiz va muhringizni bosasiz va retseptni eng so'nggi qism resept amal qilish muddatini ko'rsatasiz. Ana shu bilan retseptingiz tayyor. Endi retseptni bu yozma ko'rinishdagi tuzilishini ko'rib chiqdik. Endi haqiqiy real hayotdagi retseptni ko'ramiz. Mana bu naqa ko'rinishda bo'ladi retsept. Ya'ni siz bu aytdik, birinchi qismi mana bu pasport qismi qayergacha? Pasport qismi mana bu kasallik tarixigacha, mana bu qismgacha. Demak, pasport qismi bo'ladi, birinchi qism bo'ladi. Birinchi qismda mana ko'rib turibsiz, muassasa manzili, raqami, telefon raqamlari mana bu keltirilgan, shu yerga yoziladi. Va retseptimiz kattalarga yoki bolalargaligi mana ko'rsatiladi. Agar keraksiz bo'lsa, masalan, keraksiz degani mana bu, masalan, kattaga yozyapsizmi, demak bolani ustidan bundoq o'chirib qo'yasiz. Bitta chizib qo'ysangiz bo'ldi. Keraksiz o'chirilsin degani shu. Va kun, oy, yil ko'rsatiladi. Bemorning ism familiyasi, bemorning yoshi, mana bu shifokorning ism familiyasi va agar bo'lsa kasallik tarixini raqami yoziladi mana bu yerga. Va shundan keyin ikkinchi qism bo'ladi. Resept so'zi mana bu RP degan harflardan iborat bo'ladi ikkinchi qism. Va uchinchi qism mana bu yerga yoziladi. Ya'ni dorilar ro'yxati bo'ladi. To'rtinchi qism bo'ladi. Dorixona xodimiga murojaat. Buni o'zingiz yozasiz. DTDni 10 ta, DTDni yoki missifiyat deb yozasiz. 4-qism shu oraliqqa yozasiz. 5-qism bemorga bo'ladi. Mana bu dasigna deyapti yoki signa deb yoziladi. Dasigna yoki signa bo'ladi. Uni retsept yozgan vaqtda ko'rib o'tamiz. Qachon dasigna, qachon signa kelishini. Va mana shu yerga bemorga kuniga 3 mahal deb, ovqatdan keyin deb mana shu yerga yozasiz. Va 6-qism mana bu shifokorning imzosi, mana bu yerga imzo qo'yasiz. Bir nimada qilib telefon raqamingizni yozasiz, pechatingizni qo'yasiz mana bu yerga. Va eng so'nggi qism retsept amal qilish muddatini yozasiz. U bo'ldi. Mana bu o'rtasidan yirtma qarashok dedi. Mana shu qarashokni bo'lib yoki to'g'ri aptekachiga bemor orqali berib yuborasiz. Mana shu retseptni qisqacha tuzilishi. Endi rejamizda ikkinchi qismi retseptni ba'zi terminlar va qoidalarni ko'rib o'tamiz. Retseptda retsept mana bu retsept bo'ladigan bo'lsa, retseptga ba'zi bir so'zlarni yozishingiz mumkin. Ya'ni bu sito, tez, statim, darhol, ana bir xil miqdorda, repetator, bis, takrorlansin 2 marta, zemper takrorlansin har doim. Bu so'zlarni siz retseptni ko'rinadigan joyiga, xohlagan joyingizga, xohlang mana bu yerga, xohlang bu yerga, xohlang pastiga, xohlang yoniga, ko'rinadigan joyiga katta qilib, xohlagan rangingizda, siz qizil yozsangiz ham bo'ladi, ko'rinadi yaxshiroq. Qizil ruchkada masalan sito deb qo'yishingiz mumkin. Buni dorixona xodimi aptekachi ko'rishi bilanoq tezlashtirib beradi, kuttirmaydi. Agar siz statim deb yozsangiz, mana bu yerga statim deb yozsangiz, buni aptekachi ko'rishi bilanoq shu darhol shu zahotiyoq berib yuboradi dorilarni. Kuttirib o'tirmaydi, berib yuboradi. Hech qanaqa o'chirasiz. Bu mana shu tez yokida
yozishingiz mumkin. Repetator bis, repetator zemper deb yozishingiz mumkin. Bu takrorlansin, 2 marta takrorlansin yoki har doim takrorlansin deb yozishingiz mumkin. Va yana bitta termin bor ekan, AA yoki ANA bo'ladi. Bu nima? Bu dorilar yozyapsiz, masalan, bitta dorini yozdingiz, bu ham 1 gram masalan, to'g'rimi? Ikkinchi dorini yozdingiz, 1 gram, bu ham. Uchinchi dorini yozdingiz, bu ham 1 gram. ANA so'zi, ANA mana shu terminimiz bizga qachon yordam keladi? Mana shunaqa barcha yozgan dorilaringiz miqdori bir xil bo'lganida bir deb o'tirmasdan mana bularni yozmaysiz. Oxirgi doriga 1 deb AA qo'yib qo'yasiz. Ana shunda barchasi 1 gramdan degan ma'noni bildiradi bu. Bo'ldi. Demak, qoidalar bor, ba'zi qoidalar bor. Birinchi qoida, retseptga hech qachon gram belgisi ko'rsatilmaydi. Ya'ni siz mana bu yerga 1 gram demaysiz hech qachon. 1 gram demaysiz. Gram yozilmaydi. Buni o'rniga 1 gram bo'ladigan bo'lsa 1,0, 10 gram bo'ladigan bo'lsa 10,0. Mana shunaqa gram belgisi ko'rsatilmaydi. Va retseptning 2, 3, 4 qismlari doimo shuni unutmang, doimo lotin tilida va lotin harflarida yoziladi. Ya'ni qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar 2, 3, 4 qism bular qaysilar? Mana bu qism mana. RP so'zi 2, mana bu dorilar ro'yxati 3-qism va 4-chi DTDN bo'ladi-yu. Soni 10 ta, mana shu harf DTDN mana shu yoki misifiyat harflari doimo lotin harflarida yoki lotin tilida yoziladi. Bu qoida. Retseptning oltin qoidasi. Va dorilar 2 xil bo'ladi. Bular farmatsevtik sanoatda ishlab chiqarilgan, ya'ni zavoddan ishlab chiqarilgan dorilar bo'lishi mumkin. Va o'sha dorilar zavodda ishlab chiqarilib aptekaga kelgandan keyin aptekadan magistral ko'rinishda dorixonada retsept asosida tayyorlangan dorilar bo'ladi. Demak, ofitsinal va magistral 2 xil dori bo'lar ekan. Dozalar keltirilgan: TD terapevtik doza, MD maksimal doza, toksik doza, LD letal doza. Bularni bilsangiz kerak. Terapevtik doza bemorni davolovchi doza hisoblanadi. Davolovchi doza bu normada terapevtik dozadan foydalaniladi vrachlar tomonidan. Maksimal doza qachon? Bu antibiotik berilgan vaqtda ta'sir qilavermasa maksimal dozadan foydalaniladi. Ya'ni terapevtik doza 500 bo'ladigan bo'lsa, masalan 500 ta'sir birlik bo'ladigan bo'lsa, maksimal dozasi 1000 bo'ladi. Mana shu 1000 da antibiotik bersangiz, masalan, tuzalishi mumkin. Bu misol bu oddiy. Mana shu 1000 dan oshirmaysiz, lekin maksimal doza degani 1000 dan oshmasin degani. 1000 dan oshirsangiz toksik doza kelib chiqishi mumkin yoki letal doza. Zaharli doza, masalan 1200 berib qo'ydingiz. Nima bo'ladi? Zaharlanishi mumkin bemoringiz. Zaharlanish oqibatida letal, ya'ni o'lim chaqiruvchi bemoringiz o'lishi ham mumkin. Misol uchun shunaqa bo'lishi mumkin. Bu demak tushunchalar edi. Demak, bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Retsepturaga kirish, retsept tuzilishi haqida qisqacha tanishish edi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.